Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Mana bugun 3-martaga keldik. Bahor ayyomi muborak bo'lsin. Mana hazır mana 3 oy qishda o'tkazdik, kuzda o'tkazdik. Bahorga keldik, bizdan baxtli odam yo'q. Hurmatli bog'bon do'stlar. Dehqonchilik madaniyatini nasib qilsa mana bizga ham kirib keldi. Yurtimiz bog'larga aylanyapti. Oxirgi 6 yil, 7 yil ichida O'zbekistonimiz bog'dorchiligiga juda e'tibor beryapti. Davlatimiz tomonidan va o'sha yangiliklar juda ham ko'p. Havas qilsa arziydi. Chunki biz o'sha 78-80-yillar Yevropa mamlakatlarida yurganimizda shu bog'lar, bir olmazorlarni ko'rardik. Bahorda shunaqa kunda o'sha chiqib dalaga chiqib olmani tagidan sveji olma terib yeyardik. Mana hozir hovlimda, orqamda, manetlarda xuddi shu kursam bo'lib atayra qo'yib beraman turibdi. Olmalar terib yeb yuribmiz hozirgacha. Shuning uchun buni asosiy bir sababi agrotexnikada ekan. Agrotexnikalar mana bir zo'r yangilik. O'riklar, o'rikmi, shoptolimi, gulozim gullaganda nima sepish mumkin emas deylardi. Dori sepish mumkin emas deylardi. Lekin mana endi tepsa bo'lar ekan. Chunki mana o'sha bizni flower degani gul degani ekan. O'sha Florida degan shaharda ham nomi gullar shahri degan ekan. Ya'ni Namangan Florida desak bo'lar ekan. Mana shu imonni bu ham Namangandan chiqadi ifodada. Flower mana. Flower 6 30 0 plus 5 ZN. Eslatma. Xo'sh. Ishlab chiqarilgan kompaniya tavsiyasiga muvofiq agrotexnikaga amal qilingan. Endi bu Flower'ning nima foydasi bor? Mana Flower kafolatlangan tarkibida umumiy azot 6%, aminiy azoti 6%, umumiy fosfor 30%, umumiy suvga eruvchi rux 5%. Bitta rux asosiy rol o'ynaydi. Chunki rux gullarda to'kilmasligiga yordam beradi. Va o'sha qo'shimcha azot, ya'ni mikroelement. Mana shu gullab turgan sepsiz quvvat olar ekan. Mana o'rik gullarda, bodam gullarda ta'sir etish xususiyati. Fosfor moddalari yuqori darajada fosfor moddasini yuqori darajada talab qiluvchi ekinlar uchun eng mos ozuqa manbai hisoblanadi. Tarkibidagi azot moddasi ham ekinlarning vegetativ qismlari rivojlanishini uchun eng maqbul shaklda tayyorlangan. Ekinlarning yaxshi gullashi, meva tugishi va gormonal tizimini yaxshi ishlashini ta'minlaydi. Tub sonini ko'paytiradi. Kuchli ildiz tizimini hosil qiladi. Hosildorlikka ta'sir. Gormonal degani, gormonal endi umumiy hissa qo'shish, rivojlanish deyiladi. Mana hozir buni qancha qo'shish kerakligini ko'rsatamiz. Mana endi 10 litrga 15 gram, 20 gram ketdi. Perezoda degan narsa yo'q. Naborot gullarni ushlab qoladi, o'sha homilasini rivojlantiradi. Mana 20 gram. Mana 20 gram soldik 10 litrga. Endi buni eruvchanligini qarang buni. Dahshat. Bu ham o'sha qarasholi narsalarni sifatini bilish uchun eruvchanligida o'sha juda ham nima ko'p. Mana hozir setkadan oldilari yana qaytar aytaman. Paqirga solib, parashoklarni aralashtirardik. Hozir bo'lsa, promoy quyib yuboryapmiz. Eruvchanligi zo'r. Guloslarda ham hosildorlik ko'p muammo. Bunga mana sepib ko'rganmiz, yana ko'ramiz, sepamiz. Shoptolimi, olma, bilabo'y narsani guliga, hatto uzumli guliga ham umuman gullagan narsa borki, o'sha gulini vegetatsiyani, ya'ni homilalarni ko'paytirib beradi. Mana bodamlarga sinab ko'ramiz.
minut vaqtimiz ketgan, 10 litr sepib ko'rsatdim. Mana bu o'zimizdan dushevniy, hali yengil sortamiz. Xuddi haligi daraxtlar yonida soldatlar yigitlik burchimini bajarganday bo'lamiz, chunki ham ko'nglingiz to'q bo'ladi. Chunki ishlab qo'yganman deysiz. Eng asosiy bu yerda ruh bor, o'sha azot bor, homilani rivojlantiradi. Xo'sh, mana otbukum biz ishlab chiqdik. Nima o'sha yana aytmoqchiman, shu gullagan davrida yana bir zo'r narsa, asalariga hech qanday ta'siri yo'q buni. Asalariga zararli, ko'pchilik o'ylaydiki, to'g'ri gullagan paytda asalariga zarar beradi yo bo'lmasa halok vafot etadi deydi, yo'q bo'lmagan narsa. Bu asalariga moslangan. Asalariga zarar keltirmaydi va o'sha homilani, ya'ni o'sha nimani ko'paytirib beradi. Gulxonadagi o'sha gul to'yidagi nimani ko'paytirib, semirtirib, o'shani homila qilib beradi. Ya'ni ko'paytirib beradi. Hosildorlikka foydasi bor. Mana gap bilan bo'lib, mushmolaga sepmayman. Ertaga yomg'irdan keyin sepaman. 2 soatda o'ziga qabul qilib oladi, tanaga sinib oladi. Mana ertaga yomg'ir yog'yapti 2 kun. 2 kun bo'sh turmanglar deb hozir bir kinoni qilib qo'ydim. Chunki to o'rgani buni nima qilguncha 2 kun vaqt o'tib ketadi, yomg'ir ham o'tib ketadi. Mana mushmollarning ham hidi chiroyli bo'lib turibdi. O'sha shu ruh asosan o'sha serhosil bo'lishga, o'sha nimaga ruh moddasi yetishmasligi uchun bu havodan turka beriladi. Va natijalar yaxshi. Mana ko'rsatib boramiz. Hosildorlikni mana hozir o'rik bilan bodamga sepib qo'ydik. Hozir yangi ochilaman deb turgan shoptoliga sepdik. Natijalarni mana asosda ko'rsatib boramiz. Shuning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zbekistonimiz gullab yashnasin, chegaralarimiz mustahkam bo'lsin, osmonimiz tinch bo'lsin. Mana osmonimiz musaffo tinch. Eng asosiysi yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz. Urush bo'lsa ham kinoda bo'lsin. Kinoda urushni ko'raylik, bag'da biz ko'rmaylik.